Assalamu alaykum, tordagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Abdulhamid Xo'ja Abdullah Qaraqash yozgan Zulmatlik tuproq romanini o'qishni davomlashtiramiz. Oldingi qismda Podshohning yordar bo'lganligi, Barnaxon bilan Tillaxonning muhosiraga tushib qolganliklarini o'qib o'tdik. Endi davomini o'qiymiz. 17 bob So'ri Yasin. Cennet yetining Prezidentga aytib bergan gulzorlikning hikoyasi oxirlashganda, kechki quyoshmu 5 burjaklik binoning derizlaridan o'zining nur dastalarini agashtirib, zaminning u qitiga atlanishga tamshilayotdi. Podshohxon o'g'lim, Prezident uning qo'lini yana bir qitim mahkam tutib aytdi. Ko'p jafo tortibsiz. Podshohxon Prezidentning otalarcha qarashlaridan, samimiy so'zlaridan ko'ziga yosh oldi. Prezident efendi, dedi Podshohxon beshini lingshitgan holda ko'zdan sirg'an yosh tomchisini sürtib turib. Sizni o'ldirmoqchi bo'lgan qotil oddiy odam emas, u osonlikcha bo'ldi qilmaydi. Qani Podshohxon, ayting-a, u kim? deb so'radi Prezident bu gapdan hayronu has qolgan holda anglashga taqozo bo'lib. Aytishqa tilim kuydi oliylari. Bizga hozirgacha tutuq bermagan zodi qandoq odam u Podshohxon. U dal sizning mushu zimindagi eng yaqin do'stingizning dadisi. Mening eng yaqin do'stim? Eng yaqin do'stim? Prezident barmog'ini tishlab o'ylanishga boshladi. Ha, siz muavin prezident demoqchi emasdirsiz? Prezident kulib ketdi. Chaqchiqingiz eg'ir ketdi, Podshohxon. Yo'q, bu hergiz chaqchaq emas, Prezident oliylari, dedi Podshohxon samimiylik bilan. Bu ishdan do'stingizning butunlay xabari yo'q. Ammo bu ishni parda orqasida planlag'uvchi dal ashu muavin prezidentning dadisi. Bundaq deyishga nima asosingiz bor? Uning dadisi mening universitetga eng yaxshi ko'radigan ustozim bo'ldi, Podshohxon, dedi Prezident Podshohxonga qaytadan sinchilab qarab. Men shu qitim Turkmaniston chegarasidan Erondagi ko'lga o'zimni atqandan keyin shu eronliklar tarafidan qutqizib olinib, oxiri bir qancha yilda ming bir mushaqqat bilan davlatingizga yetib keldim. Ondan hiliqi materialni oldingi navbatdagi prezidentga o'z qo'lim bilan topshirdim, dedi Podshohxon uliq kichik tingan holda. Barnaxonning aytqani to'g'ri ekan. Shu chaqda KGB meni har tarafdan izlab qizivatdi. Men Erondagi vaqtimda Rus jasuslari tarafidan o'lib ketgili tas qoldim. Amerika prezidenti materialni tafsili ko'rib, mendan nima talabing bor deb so'raganda, men ortiqcha shart qo'ya olmadim. Shu chaqda KGB'dan vaqtliq o'zimni qo'g'dab turish uchun menga nisbatan sizlarning Kirovun harbiy turmasida yushirinib turishning o'zi eng oqilona chora edi. Şuna Prezident bu təklifimni ma'qul görüb, özü şəxsən bunu təsdiqledi. Şunun bilan men yana 3 yilni aşu joyda bexatar o'tkazdim. Bir kuni sizning Wall Street ko'chasidagi yig'ilishda so'z qildiganligingizni televizordan anglab qoldim. Lekin shu kechasi sizni tushab chiqibdiman. Әдісі kallamga siz to'g'riliq bir xil xiyol kelibdi. Sizning tug'ilgan kuningizni o'ylanib etib, siz nutq so'zlaydigan ashu kuni sizdagi 3 xil biologik holatning birla vaqtda eng tuvan nuqtaga tushadiganligini bayqab qoldim. Qaysi 3 xil biologik holat balam? So'di Prezident uning so'ziga qiziqib. Men sizga so'zlab bergan Chin mochindagi hiliqi qo'lyozma to'g'risidagi gap esingizda bordu haqqachon. Uningda inson tug'ilgandan boshlab, uning aql farosatining 33 kunda, kayfiyatning 28 kunda, tan quvvatining 23 kunda bir davr qildiganligini ko'rgan edim. Bu xil nazariyaning o'zini hozirgi zamon olimlari texi 1930-yillarda o'ttiriga qo'ygan edi. Amerikada bo'lsa bu to'g'risida 1960-yili ondan rasmiy xalqaroliq yig'in ochildi. Sizning nutq so'zlaydigan bu kuningizda mana bu 3 xil davriylikning birla vaqtda eng tuvan nuqtaga tushib qoldiganligini bayqab qoldim. Ondan o'zimcha bu ishqa qiziqib qilib, sizning tug'ilgandagi yulduz turkumingizga qarab baqdim. Siz mayli g'arib,
astrologiyasi yoki sharq astrologiyasi tarafdan bo'lmasin, tug'ilgan vaqtingizdagi yulduzingiz tuproq yulduzga tava hisoblanadi. Yiliqi qo'l yozma putukda tuproq yulduzliq burishlarga, shamolga taalluq kavakiblar eqib kirsa, tabiatda bo'ron, to'pa ko'tarilish hodisi yuz beradi. Hamda shuningga mos holda tuproq yulduzliq odamning badanidagi xilitlar orasida, ya'ni tuproqqa vakillik qilgan savdo xiliti bilan qon xiliti o'ttirsida munosib o'zgarishlar kelib chiqadi degan. Bu ta'limotlarni o'ttirg'a qo'ygan. Andin inson badani o'z yulduzining tabiatiga xos tabiatli kavakibning ta'siriga uchirsa, quvvati ishib, turlik ishlari o'ng keladi, hatto diniy ibodati maqbul bo'ladi. Aksicha o'z yulduzining tabiatini ojizlashtiruvchi kavakiblarning ta'siriga uchirsa, badanning tangpungligi qalaymaqonlashib, turlik ishlari yurishmaydi, hatto ibodati maqbul bo'lmaydi degandek ba'zi xurafiy ta'limotlarni o'ttirg'a qo'ygan. Əməliyyatdımı Yevropadakı hazırkı zaman G'arb astrologiyasi mana mushu xil ta'limot asosidagi qadimiy astrologiyani tutqa qilib kengaygan. Sizning tug'ilgan kuningizga qaraydigan bo'lsak, bu kuni dal soat 12:30da astrologlar nazaridagi atalmış shum yulduzingiz, ya'ni sizga foydasiz bo'lgan kavakib sizning beshingizga eng tik udullangan bo'ladi. Əməliyyatdımı hazırkı zaman astronomiyasiga qaraydigan bo'lsak, bu kuni soat 12dan 30 minut o'tganda Quyosh sistemasidagi bir sayyora dal Wall Street ko'chasining jug'rafiyalik o'rniga nisbatan eng tik holatda udul kelgan bo'ladi. Əmdi shu kundagi shamolning tuyuqsiz kuchayishiga kelsak, bu soatda Oy sharimi siz dastlab turgan jug'rafiyalik o'ringa nisbatan atalmış shamol kuchini kuchaytiradigan munosabatlik bir burishga kirgan bo'ladi. Balkim bu xil ta'limotni butunlay yo'qqa chiqarishqimi bo'lmas. Bu to'g'risidagi gaplar Iroq qadimiy sharqdagi urush olimi Sunzining harbiy ishlar dasturidimi oz-to'la uchraydi. Demak, astrologlar bu kundagi tuyuqsiz o'zgargan shamol kuchining yo'linishi, o'qning texmi yiroqqa berishiga turtki bo'lishi mumkin deb qaragan. Sizmi bilasiz, qotilning marganligiga shamol kuchi eng muhim omilni egallaydi. Odatda mana mushu xil foydasiz omillar ichida sizga qo'l silish dal atalmış astrologlarning ko'rsatmasi bo'yicha bo'lgan bo'ladi. Men tunugun buyruqqa asosan Oqsaroy ichidagi munosabatlik deb qaralgan muhim shaxslarning arxivini tafsiliy ko'rib chiqdim. Sizning bu qitimqi nutq faoliyatingizning kun tartibini sizning aqllar guruhingiz o'rinlashtirgan bo'ladi. Aqllar guruhingizning mas'uli bo'lgan ularning ichidagi muhim shaxs Steven bo'lsa, dal muavin prezidentning dadisi doktor Kaldiyaning Harvard universitetidagi eng munavvar o'quvchisi. Ularning munosabati ota-bolalik munosabatdan yaqin bo'lib, odatda Steven har qanday ishni ustozi Kaldiyaga maslahat solmay qilmaydi ekan. Doktor Kaldiyaning asli kasbi jamiyatshunoslik bo'lsa-mu, ammo uning astronomiya va astrologiya jihatdagi bilimi tengdoshsiz. Davlat ichidagi ba'zi nufuzli astrologiya tadqiqot o'rinlari uni pat-pat dars so'zlashga taklif qiladi ekan. Shaksizki bu ishni doktor Kaldiya bir qo'lliq planlagan. Prezident Pashshaxonning bayonlarini anglab o'ltirgan yerida uzungacha o'ltirib ketdi. U oxiri o'rnidan turib Pashshaxonga aytdi: "Siz bilmaysiz, Pashshaxon. Men doktor Kaldiyaning oldida cho'ng bo'lgan. Mening bugungi kunga erishishimni ustozim Kaldiya apandining ajridan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. U ajoyib kuyimchan bir ota, mas'uliyatchan bir ustoz edi. Endi qandoq qilib bu ishga qo'l tiqqandi? Zodi ishongim kelmaydi danga. Oldiga egilmaydigan qo'l yo'q. Ishlarning yana yomonga o'zgarishining oldini olish uchun eng yaxshisi hozirning o'zida uni tepib, bu ishlarni oxirlashtirib prezident apandi." Sizningcha, bishi qatgan prezident Pashshaxonga umid bilan qaradi. "Meningcha, muavin prezident bu ishdan asla xabarsiz. Doktor Kaldiyamu nupuzliq olim ham munavvar bir ota. Bu ishni siz o'ngishli hal qila olaysiz, prezident."
Gepingizni tushundim, dedi prezident beshini arqa-arqadan lingshitib. Undaqda, eg'ir ko'rmisiңiz, men ustozimning uyiga bir berib kelay. Manga deydigan gaplaringiz texi tugmidi-ku deyman. Prezident Podshoxonga qarab ma'nilik kulimsirdi. Shundaq, hurmatli prezident, bu kunni kutkili manga sapmısaq 3 yil bo'ldi. G'alaba bilan qaytib kelishingizni kutman. Podshoxonmu prezidentga javoban illiq kulimsirdi. Prezidentning salomatligi texi sallamaza asliga kelmaganligi uchun u Podshoxonning yordamida nihoyatda tasdiqda o'rnidan turdi. U boshqalarga o'zining qayerga bordiganligini aytmay, shaxsiy qo'g'dug'uvchisi bilan 5 burjaklik binodan ayrilib, Odul doktor Kaldiyaning dachisiga yetib keldi. Ishik boqquchi prezidentning mashinasini ko'rib, darhol darvozani uliq ochib, uningga hurmat bildirdi. Prezident qo'g'dug'uvchisini gullik o'yilda qoldirib qo'yib, qo'lidagi hassasiga tayanganicha hasirab turib ishining qo'ng'irig'ini bosdi. Hayal o'tmay xizmatchi ishini ichib, prezidentning talabiga asosan uni doktor Kaldiyaning kutubxonasiga udulla boshlab akirdi. Ishik yenik chekildi. Kiring. Yaqimliq ham tunish ruxsat ovozidan keyin prezident ishini ichib kresloda o'ltirib material ko'rayotgan doktor Kaldiyaning oldiga asta minib keldi. 70larga yiqilib qolgan doktor burnining uchiga tushib qolgan yuqori graduslik ko'z aynakni bir qo'li bilan o'ngshab turib, beshini ko'tarib prezidentga qaradi. Keşliğiniz hayırlık bolsun ustaz, dedi prezident muloyimlik bilan beshini egib kulimsirab. Doktor Kaldiya turmuşda pişqan təcrübəlik bir ustaz idi. U özünün amıraq o'quvchisining o'limdan saq qilib oldida illiq kulimsirab turganligini ko'rib, nihoyat xushal bo'ldi. Shundaqla bu hurmatga loyiq prezidentning oldin xabarlantirish qilmay tuyuqsiz uyiga yolg'iz kelib qolganligidan hayron qoldi. Keling o'g'lim, dedi doktor xo'shchiroy holda o'rnidan turishga tamshilib. Qandoq shamol akeldi endi sizni bu yerga? Siz bilan xo'shishay deb tuyuqsiz keldim ustoz. Prezident o'rnidan turg'ilayotgan doktorning murisini yenik tutib uningga yaqin o'ltirdi. Demakchi bo'lganingiz, dedi doktor prezidentning so'zidan ajablanib. Men uzun safarga otlanay degan. Balkim bu bizning eng oxirgi qadamliq ko'rishishimiz bo'lib qola. Men endi Amerika ziminiga qayta qadam bosmasligim mumkin ustoz. Bu nim deganingiz o'g'lim? dedi doktor ko'z aynigini ilib prezidentga burilib qarab. Suyimlik vatanim manga quchoq ochmadi ustoz. Arqa-arqadan o'ng'izsizliklarga uchrayapman. Bu yerda turaversam bolalarim otasiz qolgudek. Endi oxirgi umrimni oilamdagilar bilan xotirjam o'tkazsam deyman. Bu sabab emas-ku bolam, dedi doktor ko'z aynigini surtib bo'lgandan keyin ko'zga uni qayta taqab turib. Shundoq, bu sabab emas, ammo prezident gapining oyig'ini aytolmadi. Ayting-a, zodi nim sabab bo'ldi? deb so'radi doktor prezidentning qo'lini ching tutib turib. Ammo mening tala yulduzim menga oldini qilmayotdi ustoz. Prezident bu gapni deb bo'lib ko'ziga mo'llata yosh oldi. Doktor Kaldiya tala yulduzi degan bu so'zni anglab hamma ishning tagiga yetdi. U o'rnidan uzun o'ltirib hech qanday gap qilmadi. Andin yenidagi prezidentning murisini ikki qo'llab tutib turib, uni bag'riga ching bisib, o'ksib yig'lab ketdi. O'g'lim, meni afv qiling, dedi doktor ko'zdan marjandek yosh to'kib turib. Ketadigan odam siz emas, men bolam. Yo'q ustoz. Ular un-tinsiz quchoqlashib, ko'zlaridan oqqan yoshlari orqali bir-biridan afv so'rashyotdi. Bir hazodan keyin prezident minishga tamshaldi. Bolam, sizga deydigan bir gapim bor edi, dedi doktor Kaldiya ishik yiniga berib qolgan prezidentni to'xtatib. Qulluqum sizda ustoz, dedi prezident kayniga burilib qarab. O'g'limga bu ishlarni aytmagan bo'lsangiz,
dedi doktor Kaldiya yaşlanğan ko'zlarini ertib turib. Olim bo'lmoqdan odam bo'lishning ta'sirini endi his qilyapman, dedi pushaymon ilkida. Xotirjam bo'ling, u mening dunyodagi eng yaqin do'stim. Uning hayoti mening borliqim ustoz, deb kuldi prezident doktorga ishonch bilan tikilib qarab. Shunda qilib prezident yarim soat ichida doktor Kaldiya bilan bo'lgan hisob kitobni bo'g'ib, ko'ngli nihoyat xushal holda Oqsaroyga qaytdi. Yataqda saqlab turgan Podshohxon prezidentning uchuq chiroyiga qarab, ishlarning o'ngishli bo'lganligini his qilib, ichida Xudoga ming shukr qildi. "Qandoq bo'ldi, prezident apandi?" deb so'radi Podshohxon, ussuzlik ichayotgan prezidentdan ahvolni bilgusi kelib. "Qandoq bo'ladi, o'g'lim?" deb kulib ketdi prezident qo'ldagi istakanni o'ynab o'ltirib. O'zining yaralanganligini unutgan holda, "Ishlar sizning deganingizdek bo'lib chiqdi. Aytinga amdi, men sizga nima qilib beraman, Podshohxon?" Prezidentning shu topda ko'ngli nihoyat xushal edi. Chunki u o'zining yaqin do'stidan, shundaqla bu yaqin do'stining dadisi bo'lgan Kaldiya doktordanmi ayrilib qolgusi yo'q edi. Shunga Podshohxon fursatning yetib kelganligini bilib, gapni agitmay udulla aytiverdi. "Qadrlik prezident apandi, Alloh xolisa mening vatanimni Ruslarning tumir tapini ostidan tortib chiqarib oling." Prezidentning xushal kulgisi yo'qolib, chiroyini birdim g'am bosgandek bo'ldi. Bir ozdan keyin chiroyiga avvalgidek xushallik yugurtib, Podshohxonga tikilib qaradi. "Bo'ludi, balam", dedi prezident uning qo'lini ching tutib turib. "Men bor kuchim bilan tirishman. Bu ishqa bir oz vaqt ketidi. Men talavingizni hamma kun tartibning oldiga qo'yaman. Bu mening sizga qilgan rahmatim bo'lib qolsin." "Rahmat prezident apandi. Ulug' Allohimdan sizga umrlik baxt saodat tilayman", dedi Podshohxon olqini bilan taramlab to'kilgan ko'z yoshlarini surtib turib. "Turkmaniston sizni mengu unutmaydi." "Podshohxon", prezident beshini lingshtib turib aytdi. "Sizning bundan keyingi hayoti bexatarligingiz davlatimiz tarafidan qo'g'diladi. Sizni pat arda vataningizga qayturman. Berib do'stingiz Tillaxon bilan Barnoxonni istab teping. Har qanday talabingiz bo'lsa, Moskvadagi elchixonamizga kirib, ahvolni ayting. Men har qanday vaqtda sizni qabul qilaman. Bütün rasmiyatlaringizni o'zim bir qo'lliq bejirib beraman. Har qanday vaqtda Amerikaga bemalol kirib chiqa olaysiz. Shundaqla siz topshirgan materiallarni adila bütün dunyoga jakorlab etamiz. Shuning bilan KGB'mo sizni izlashdan to'xtaydi. Vataningizga qaytib berib, ishlaringizni davomlashtiring. Vataninglarni mustaqil qilishda eng muhimi turkmanlarning o'z ichidan bizga moslashib harakat qilishi, bizning xush xabarimizni kuting, Podshohxon. Bu gaplarni anglab, vatan ishqida yuragi suv bo'lib ketgan Podshohxonning ko'zlaridan xushallik yoshlari etilib chiqishga boshladi. U prezidentning qo'lini ching tutib turib, esankirab yig'lab ketdi. Prezidentmo Turkmaniston bu qonunliq podshohini bag'riga mahkam bisib ko'ziga yosh oldi. Shundoq, Amerika prezidentidek bundaq ulug' arbob o'zining vatani uchun yosh to'kaligan, o'zining xalqi uchun borliqidan kechaligan bundaq erkaklarni o'z o'g'lidanmi o'ta e'tiborlaydi, qadrlaydi. Ey karamli shoh, tojing beshida bor vaqtda yetim miskillarga, ega choqsizlarga ehson qilgin. Mayli u qaysi millat, qaysi irq, qaysi dinda bo'lmasin, uning yaratquchisi bilan sening yaratquching faqat va faqat bir. Altın kurslarda jahonga patmagan ni shohlarning o'z xalqiga qilgan zulmlari sababli bir qadam ilishqimi qurbi yetmaydigan qursqi ojiz gadoylar tarafidan quloqlari so'zilib, chalm-kesak bo'lib o'ldirilganligini unutmag'in. Adolat uchun, haqqoniyat uchun o'zining xudosidan boshqa hech nimasi yo'q. Ezilgan bichorlarning ahuzori uchun shamshiringni egiz ko'tirgin.
Dehşetlik zindonlar oldida o'z o'g'il qizlarining qizitilgan tumirlar azobidan chiqirab qilgan yig'a nolisidan yuragingni mujib yig'lab o'ltirgan bechora onalarning shikastlangan yuragi uchun jaynimozlarda o'ltirib qiyin qistoq tayoq to'qmoq ostidagi ko'z qarchuqlari uchun yosh to'kkan darmonsiz otalarning duosi uchun adolat qilichingni g'ilibingdan sug'arg'in. Şundala sen bu dünyada мәңгү yad etilisen, мәңгү qadrlanisan. Ey omiti o'ngdan kelgan ulug' inson. Shunda qilib bu qitimliq roman o'qishimiz musharrigicha bo'lsin. Davomini kelar qitim o'qayli, xayr xo'sh.